yaltirash kuchliroq, chunki bunda SPF himoya kuchli. Bunda multifunksional vazifani bajaradi, ya'ni krem vazifasini ham bajaradi. Ham o'ta quruq va ta'sirchanlarga tavsiya qilaman. Men o'zim har kunlik ishlatadigan mana bu professional Novecea SPF'ni surib ko'rsataman. Yog'li yuzlarga, normal yuzlarga, aralash yuzlarga tavsiya qilaman. Bu juda ham yengil, mana ko'rgan bo'lsanglar, suyuq bo'lishi ham yengil va tezda singib ketadi. E'tibor beringlar. Umuman oppoq qilib qo'ymadi, lekin yuzni oqartirib, ya'ni yuzingizda sveje oqaradi va barxitli bo'ladi. Surilgan taraf ozgina yaltiradi, surilmagan taraf mana qurib turibdi. Oqarganini his qilishingiz mumkin. Bu SPF'ni yog'li va kondisioner yuzdagilar bemalol olinglar. Borib dog'lar, sepkillar ocharadi. Mana yog'li blesk bo'lmaydi umuman. Mana bunaqa yog'lilik bunda yo'q. Mana bunaqa sprey SPF'larimiz bor. Buni ko'proq basseynlarga, cho'milishlarga borganda